ko'chada o'ynab yurgan ona bolalarni qarasangiz, to'pga o'xshaydi. Birida turib, bu yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, g'am tashvishi yo'q, hech narsasi ham yo'q lekin. Hech narsasi ham yo'q. Endi ertaga kunlar o'tib, ulg'ayadi. Alloh taolo unga ilm berar, ehtimol quvvat berar, ehtimol mol davlat berar, kechagi kunini esdan chiqarib qo'yadi. Bizda ham akalar hech narsa yo'q edi bir paytlar. Alloh taolo berdi. Beruvdi, esdan chiqarib qo'ydingda. Ina shukrni ado qilmay qo'ydingda. Ina kambag'allarga, qarindoshimga yordam ber desa, baxilligimiz tutadi-da. Kechaylar biz ham o'shaqa edik ehtimol. Kim esdan chiqarar ekan bu kunlarini? Allohni esdan chiqargan banda o'tar ekan. Bu yomon odam deb qo'yasiz. Nimasi yomon? Falon sifati bor. Yo'q, siz aytgan yomon ham yomondir, lekin haqiqiy yomon banda kim ekan? Allohni unutgan banda.